Ey musulmonlar, yangi yilni qanday o'tkazdingiz? Ba'zi bir musulmonlar mana bu yangi yilni kutib, daraxtlarni bezatib, qorni kutib, balki qorboboni kutib yangi yilni o'tkazishdi. Va yangi yil dasturxonida qanday ne'matlar isrof qilindi. Endi harom narsalarni aytmasam ham bo'ladi. Ha, musulmonlar musulmonlikni da'vo qilayotgan vaqtda va da'vo qilib turib kofirlarni bayramini, ya'ni xristianlarni bayramini bayram qilib turgan bir vaqtda boshqa yerdagi Sudandagi, G'azzodagi, Yamandagi va boshqa musulmon o'lkalardagi musulmonlar zulm ko'rishdi. Sovuqdan aziyat chekishdi. Ochlikdan qiynalishdi. Bir tunni qanday o'tkazib olaman deb o'ylanishdi. Lekin boshqa musulmonlarchi? Boshqa musulmonlar kayfu safoga berilgan holatda yangi yilni kutishdi. G'azodagi musulmonlar mana bu qishning sovuq kunlarida og'ir sharoitlarda chodirlarda yashashyapti. Lekin ba'zi bir musulmonlar yangi yil kuni qor yog'armikin, yangi yil kuni bayramni qor bilan o'tkazamizmikin deb qor umid qilishdi. Lekin G'azzodagi musulmonlar esa quyosh chiqarmikin, bizni chodirimizni yomg'irlar bilan suv bosmasmikin va mana bu sovuqda qiynalmasmizmikin deb o'ylab o'tirishdi. Subhanalloh. Mana bu bizning musulmonchiligimizmi? G'azzodagi musulmonlar ochlikdan qiynalar ekan, bu yerdagi musulmonlar sovuqdan qiynalar ekan va yomg'irli havolarda aziyat chekar ekan, boshqa musulmonlar esa o'z kayfu safollariga berilgan holatda. Subhanalloh. Alloh taolo islom ummatini isloh qilsin. Musulmon bo'lib ham musulmonlikni da'vo qilayotgan, musulmonman degan odamlar boshqa musulmonlarni unutishyapti. Ha, albatta, ommaviy internetda eslatib turiladigan bo'lsa, odamlar yordam berishga shoshilyapti. Falastin yoki G'azzodagi yoki boshqa yerdagi musulmonlar uchun. Lekin boshqa bir muhim mavzular bo'ladigan bo'lsa, G'azzodagi qiyinchilik ko'rayotgan musulmonlar unutilyapti. Misol uchun yangi yil bo'lsin yoki boshqa bir bayramlar bo'lsin yoki boshqa bir dunyoda boshqa bir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, odamlar chalg'ib mana bu musulmonlarni unutishyapti. Lekin bizlar Nuriya Qalblar xayriya jamoasi o'laroq Allohning fazli va rahmati bilan G'azzodagi musulmon qardoshlarimizni unutmadik. Inshaalloh unutmaymiz. Va ularga qancha ehsonkor aka-uka opa-singillarimiz bor. Yordamlarda bardavom bo'layotgan, G'azzodagi musulmon qardoshlarni har kuni qayg'urib ularga yordamlar yuborayotganlar bor. Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasa. Va mana bu og'ir kunlarda ularni tashlab qo'ymagani uchun eng og'ir bo'lgan qiyomat kunida Alloh taolo ularni tashlab qo'ymasin. Bizlar ham Nuriya Qalblar xayriya jamoasi olaroq Allohning fazli va rahmati bilan ko'rib turganingdek G'azzodagi mazlumlar uchun, og'ir sharoitlarda yashayotgan nochorlar uchun sizlarning ehsonlaringiz bilan u yerdagi musulmonlarga yordam paketlari tayyorlab, ularga tarqatishga muvaffaq bo'ldik. Albatta ushbu tarqatayotgan yordamlarimiz G'azzodagi musulmonlarni bir necha kuniga yetadi xolos. Lekin bizlar umidimizni uzmadik va G'azzodagi musulmonlar ham boshqa musulmonlardan umidlarini uzishmadi. Va bizlar ham Allohning fazli bilan G'azzodagi qardoshlarimizga chodirlar sotib olib, ularga chodirlar o'rnatib beryapmiz, yoki issiq taomlar ulashyapmiz, yoki toza ichimlik suvlari, yoki mana bu ko'rib turganingizdek yordam paketlari tayyorlab ularga ulashtirishga muvaffaq bo'lyapmiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Va sizlarga nasihat qilib qolamanki, G'azzodagi va boshqa yurtlarda zulm ko'rayotgan musulmon qardoshlaringizni unutmanglar. Chunki bugun biz ularni unutadigan bo'lsak, og'ir qiyomat kunida Alloh taolo bizni tashlab qo'yishligi mumkin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib, mana shunday G'azzodagi qardoshlaringizga yordamlaringizni ulashtirishni istanglar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishinglar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda sizlarning ehsonlaringizni G'azzodagi musulmon qardoshlarimizga yetkazib, ularning ehtiyoji uchun eng kerak bo'lgan zaruriy narsalarni ulashtirishga davom etamiz. Agar ehson qilishga, yordam berishga, mablag' tomonlama yordam berishga imkoniyatlar bo'lmasa, mana bu videomizni tarqatib boshqalarga, ehsonkorlarga, moli bor odamlarga ulashishingiz mumkin. Yoki o'z sahifangizda yoki o'z kanalingizda yoki guruhingizda tarqatib, mazlumlarning ovozini yoyishga harakat qilishingiz mumkin. Alloh taolo zolimlarga kifoya qilsin va mazlumlarga ofiyat va najot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.